إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ukosha TV tomonidan tarjima qilinib taqdim etilayotgan tajvid darslarimizning 10-siga xush kelibsiz. Sizlar bilan Sukunli nundagi ikkita qoidani o'qidik. Bugun 3 va 4 qoidalarni o'qiymiz. Ularning birinchisi izhor qoidasidir. Sukunli nun yoki tanvindan keyin quyidagi 6 harflarning biri kelgan vaqtda nunni bildirib o'qishga izhor deyiladi. Bu 6 harfimizning barchasining mahraji tomoqdan chiqadi. Izhor qoidasi bo'yicha o'qiyotganimizda so'zimizga g'unna yoki boshqa qoidalarni qo'shmasdan sukunli nunimizni tiniq bildirib o'qiymiz. Birinchi misolimizga e'tibor qarating. Uni mana bunday o'qiymiz. An'amta alayhim. Lekin mana bunday qilib o'qimaymiz. An'amta alayhim. Bunday o'qiganimizda unga g'unna yoki ixfo qo'shib qo'yayotgan bo'lamiz. Izhor qoidasiga ko'ra bunday o'qilmaydi. Izhor harflarining yodlab olishni juda ham oson yo'li bor. Agar sizda arabiy klaviatura bo'ladigan bo'lsa, ha harfidan boshlasak, 5 ta harfimiz ketma-ket joylashgan, faqatgina hamza past tarafda joylashgan. Menimcha birinchi izhor qoidamiz juda ham oson. Keyingi qoidamiz bu ixfo qoidasidir. Sukunli nun yoki tanvindan kelgan quyidagi 15 ta harflarning biri kelganida sukunli nunimizni o'sha harfning chiqadigan mahrajiga biroz yashirib, ozgina dimog'i bilan, ya'ni g'unna bilan o'qishga ixfo deyiladi. Agar sukunli nunimiz isti'lo harflari bilan keladigan bo'lsa, g'unnamiz ham, ya'ni dimoqdan chiqadigan tovushimiz ham biroz kuchliroq bo'ladi. Agar sukunli nunimiz istifoli harflariga yo'liqqadigan bo'lsa, g'unnamiz ham shunga yarasha biroz sustroq bo'ladi. Shu yerda bir muhim masalani eslatib o'tmoqchiman. Arab tilidagi harflarimiz tovush ifodasiga ko'ra ikki qismga bo'linadi: isti'lo va istifola. Og'izni to'ldirib, yo'g'on o'qiladigan harflar isti'lo harflar deyiladi. Og'izni yoyib, ingichka o'qiladigan harflarni esa istifola harflar deymiz. Mana bu yerda belgilangan 5 ta isti'lo harflariga g'oyin va xo, ya'ni qattiq xo harfimizni qo'shadigan bo'lsak, shular barcha isti'lo harflari bo'ladi. Qolgan barcha harflarimiz istifola harflardir, ya'ni yumshoq talaffuz qilinadigan harflardir. Birinchi misolimizga e'tibor qarating. Bu yerda sukunli nunimiz ixfo harflariga yo'liqqan va bu ixfo harfimiz isti'lo harflari, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadigan harf bo'lgani uchun u mana bunday o'qiladi. Yanzur. Demak, ixfo qoidamizga ko'ra sukunli nunimizni o'zidan keyingi harfning mahrajiga biroz yashirib, idg'om bilan talaffuz etdik va uni 2 harakatgacha cho'zdik. Keyingi misolimizda ham sukunli nun, ya'ni tanvin o'zidan keyin ixfo harfiga yo'liqayapti va bu ixfo harfimiz ham isti'lo harfi, ya'ni qalin talaffuz qilinadigan harflardandir. Shuning uchun ham bu oyatni mana bunday o'qiymiz. Azabun qarib. Demak, bu misolimizda ham sukunli nunni o'zidan keyingi harfning mahrajiga biroz yashirib, idg'om qilib talaffuz etyapmiz va uni 2 harakatgacha cho'zayapmiz. Keyingi misolimizda ham nunimiz ixfo harfiga yo'liqayapti, lekin bu safargi ixfo harfimiz istifola harfi, ya'ni yengil talaffuz qilinadigan harflardandir. Shuning uchun ham bu oyatni mana bunday o'qiymiz. Tunzirhum. Harfimiz istifola harfi bo'lgani uchun g'unna ham biroz avvalgi safardan sustroq bo'ldi. 15 ta ixfo harflarini qanday qilib yodlab olsak bo'ladi? Biz sizlar bilan avvalgi darslarimizda yarmalun harflarini o'rgandik, ya'ni idg'om qoidasini va iqlob qoidasida ham sukunli nun ba'da yo'liqsa nima bo'lishini o'rganganmiz. Demak, siz faqat bundan oldingi o'rgangan izhor qoidamizning harflarini o'rgansangiz, ya'ni mahrajlari tomoqdan chiqadigan harflarni o'rgansangiz bo'ldi. Chunki qolgan barcha harflar ixfo harflaridir. Sukunli nun va tanvin haqida sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan qoidalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ukosha TV bilan qoling.